O'z tanangizga xiyonat qilmang. Bu muammoni bugunoq tekshiring. Ko'pchilik charchoq, bosh aylanishi, uyquchanlik va ishtahaning pasayishini oddiy hol deb o'ylaydi. Ammo bu kamqonlik, anemiya alomatlari bo'lishi mumkin. Agar vaqtida davolanmasa, oqibatlari juda jiddiy bo'lishi mumkin. Kamqonlik nima uchun xavfli? Yurak kasalliklari, yurak tez uradi, charchaydi, hatto yurak yetishmovchiligi rivojlanishi mumkin. Immunitet pasayishi. Organizm zaiflashib, kasalliklarga qarshi kurasha olmaydi. Soch va tirnoqlarning mo'rtlashishi. Soch to'kiladi, tirnoqlar sinuvchan bo'lib qoladi. Homiladorlikda xavf, ona va bola sog'lig'iga zarar yetkazishi mumkin. Asab tizimiga ta'sir qiladi. Kayfiyat tez o'zgaradi, depressiya va unutuvchanlik paydo bo'lishi mumkin. Sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang. Temirga boy mahsulotlarni iste'mol qiling. Jigar, go'sht, anor, ismaloq, grechka. C vitaminiga boy mahsulotlar iste'mol qiling. Limon, apelsin, kivi, namatak. Temirning yaxshi singishiga yordam beradi. Choy va qahvani ovqatdan keyin ichmang. Ular temirni organizmga singishiga to'sqinlik qiladi. Shifokorga boring va qon tahlili topshiring. Kamqonlikni erta aniqlash og'ir kasalliklarning oldini olish degani. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.